Bismillahirrahmanirrahim. Növətdə Şivisiyadan kelgan mustaqil tədqiqatçı Muhammed Abdüşükür əpəndinin qısqacha tərcümanını oxuyub ötürəm. ...1967 yılı 1. ayının 1. günü Kuchar nayisi Koni şəhəri tuğulğan. 84 yıldan 88 yılgacha Qashqar Pedagogika İnstitutu Edebiyat Fakültetinde okuğan. 88 yıldan 2001 yılı 6. aygacha Abdunum rayonluq Sod Sanoat Ma'mur Boshqarish kadrlar maktabida lektor ve dotsent bo'lib ishlagan. 88 yıldan 2003 yılgacha Uyg'ur Abdunum rayoni doirasida chiqadigan Tarim, Tangridog, Shinjon yoshlari, İşçiler Vaqt geziti, Ürümçi Keşti geziti qatarlıq gezit jurnallarda 300 parçada artıq şehir, 30 parçada artıq makale ve 20 parçadan artıq hikaye e'lon qilgan. 2003 yılı Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan Natunish Siyah namlıq kitabı ve Uyqudagi Sahip Cemal namlıq tercüme povesti nashr qilingan. Ürümçi şəhərlik Yazğıçılar Cemiyeti'nin ve Şinjan Uyghur Abdunum rayonluq Yazğıçılar Cemiyeti'nin əzası bo'lgan. 2003 yıldan beri Şivitsiyada yaşayatıdı. Makal temisi Şivisiya Lund Üniversitesi'de saklanatkan kol yazma eserler marşlar toplumu. Kını merhamet. Assalamu alaikum akıllar, eyneler, adesingler. Bugün sizler bilen Uyghur Akademisi'nin 6. qatımlıq yığında yeni bir qatım yüz ko'rishganimdan 3-nji qo'shilman. Mening bugun sizlarga taqdim qilmoqchi bo'lgan temam Lund Universitetida saqlanayotgan qo'lyozma asar marshlar to'plami. 20 asrning oldingi yerimi, yana 1900 yildan 1950 yilgacha bo'lgan mush 50 yil jarayonida Uyg'ur tadqiqoti Shivsiyada bir xil gullanish davrini boshdan kechirgan. Bu davrda Gustav Raket, Gunnar Yaring, Lash, Erik Vögberg degandek bir turkum Uyg'ur tadqiqotchilar chiqqan. Ularning Shivsiyaning janubiga joylashgan Lund Universiteti. Shu yerda o'qigan, ham shu yerda o'qituvchilik qilgan, ham shu yerda tarbiyalangan tadqiqotchilarimiz. Bular bir tarafdan Uyg'urlar haqida maqala asarlarni yozgan bo'lsa, yana bir tarafdan Uyg'urlar yozgan qo'l yozma asarlarni nayt zo'r turkumda saqlagan va yiqqan. Buning ichida Gunnar Yaringning yig'ib saqlagan maqolalari ham shundaqla qo'l yozmalar nayt ko'p. Buni men oldin qatim kelgandim degan. Bugun men tunishtirmoqchi bo'lgan shu marshlar to'plami dal Aşı Gunnar Yaring toplagan qo'l yozmalarning ichidagi bir parchasi. Bu nayt uzun bir maqolada o'sha Uyg'ur Akademiyasining vaqt jadvaliga moslashtirish uchun nurg'un yerlarni qisqartib, nayt qisqa bir shaklda akeldim. Shunday bo'lsin, bugun yana vaqt munosabati bilan sal ozroq o'tkazib o'tib, meyadan boshlaylik. Bu ashu Shivisiya Lund Universitetining kutubxonasida yana Gunnar Yaring nomi saqlanayotgan Uyg'urcha qo'lyozmalarning ichida saqlanayotgan shu qo'lyozmaning tashqi muqovasi. Bu shivcha yozilgan, tövbedagisi shu jang marshlari degan so'z. Yana shivcha Kırgız song deydi. Ikkinchi qurdikisi Qashqar degan so'z, shivcha yozilgan. Uchinchi qurdikisi Sharq Turkiston degan shivcha so'z bu. Yani Öz Türkistan Debatayı şehitçide. Tördüncüsü yılnamı körüp dursan demek bu marşlar toplumu 1933 yıldan 1934 yılgısı bo'lgan aralıkta yazılgan marşlar bo'lishi mümkün. Ama biz bunu kimle tartib yazılganligini bilmaymiz. Bu marşlar toplumunun muqavvis bo'lmagani uchun Gunnar Yaring tarafidan mushu mavzu ham shu xatlar yozib qo'yilgan to'piga. Bu marşlarda asasen 20 asrning 30 yillari Uyg'ur elida yuz bergan qo'zg'olon va inqilob bo'lgan qizg'inlik, xo'rliqdan qutulish yo'lidagi umidvorlik va iymon, ishqat bo'lgan qizg'in muhabbatlar aks ettirilgan.
Marşlarning diqqatga sazovor yana bir taraf shuki, shu davrlarning mo'tavarlari bo'lgan Xo'ja Niyoz hoji va Timur Sijonglarga bag'ishlangan madiyalarim bor. Ammo bularning hech qaysi hozirgacha matbuot yuzida xalqimiz bilan yuz ko'rsatmagan. Bu shu birinchi beti, yana muqolning ichidagi, balkim sizlarni o'qiy olgan bo'lsangiz mumkin, beshida bir degan xat endi askar marshi degan xat bor. Balkim ko'ra oldingmi, ko'rmaganini bilmadim, beshida. Bu shu hozirgi zamon shu Uyg'ur yozig'ida buni o'zining asli imlosi bo'yicha yozib chiqdim. Kezdim Qashqar yoqasına, düştüm Xitoy orqasına. Bin qahramon diyorlar Turkistonning o'rdasina. Hammamiz yosh askar biz, din iman var qalbimizda. Türkning qalbi tinch bo'lsin, rahat uyusun ordumizda. Xo'ja Niyoz G'ozi ota, Xo'ja Niyoz G'ozi ota. Iqboling parlaq bo'lsin, ordunkorlar minglar yaşa. Endi buningda sizlar diqqat qilsanglar bir qancha Türkçe sözlü var buningda. Yani bu yeni bir o'ylash tegishli masala. Ham Xo'ja Niyoz hojini hammamiz bilamiz. Xo'ja Niyoz hoji 1912-yildagi inqilobning qahramoni, 31-yildagi inqilobning yo'lboshchisi va 1933-yili Qashqar qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining alvishi. Bu marshda diqqat qilishlik bir nuqta bor. U bo'lsa-mu, marshda tilg'angan turk so'zi. Yine Türkçe sözler, yani Türk sözü. Mesela aqsı yandırsak, bu yerde Uygur degan gap işletmegen. Bu yerde Türk, yani Türk'ün kalbi tinch bo'lsin. Demek bu yerde bu Qashqar qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati Uyg'urlar tarafidan yozilgan bu marshda nima uchun Türk degan so'zni ishlatdi? Demek bu mezgilda Uyg'urlar o'zlarini o'zimizga Türk deb atgan bo'lishi mumkin. Bu yana bir tadqiq qilish tegishli bo'lgan bir muhim temalardan birisi. Ondan keyin Türkçe söz var. Mesela bin qahramon diyorlar. Bin degan söz Türkçe sizlar bilasizlar. Uyg'urcha biz ming deymiz, shundaymi? Bu unda bo'lsa, hozir biz ming deyotgan shu son qachondan boshlab biz ming o'zgarib oldik. Hozir turklar bin deydi. Unda bo'lsa mush davrda bin deydi ekan. Nima uchun biz ming o'zgardik? Qachondan boshlab? Buni bir tadqiqot qilishlik so'g'an yana 30-yillardagi Uyg'ur tilining lug'at tarkibini, imlo qoidalarini tadqiq qilishdagi muhim bir omillar bu. Andiki bunda yana bir so'zlar bor, yana rahat uyusun. Uyush degan gapni o'zini bilsa, turkcha so'zmi? Biz hozir uxlasin deymiz, ama uyusun demaymiz. Ama uyush, uxlash degan so'zni o'zimi aslida shu turkchadagi uyush degan gapga o'xshash. Yana uyqu. Uyqudaki tüpsüz uy, Uyg'urchadagi. Bu qanday bo'lib bizning davrimizga kelganda bu uyqu bo'lib qoldi. Turkchadagi uyush degan bu so'z, uxlash degan. Demak, bu tilimizni tadqiq qilishdagi nihoyat muhim bir material. Uning ustiga Türk degan bu atalg'uni biz qaysi davrdan boshlab ishlatdik? Bunimi diqqat qilish tegishli bo'lgan yeni bir muhim material manbalari bu. Uyg'urlar 8-asrda Uyg'ur nom bilan davlat qurgan bo'lsa-mu, ammo keyingi mezgillarda Uyg'ur degan bu nom xalqning tilida ishlatish odatini qilishga boshlagan. 19-asrning keyingi yarmi boshlab Türk degan nom ishlatish umumlashib qarab yuzlangan. 1934-yili Shinsay va Xo'ja Niyoz hojining birlashib hukumatda rasmiy hujjat tarqatib, Uyg'ur degan nomni qo'llangandan keyin Türk degan nom amaldan qolgan. Uning sirt marsh yana bir qism turk so'zlar ishlatilgan. Umumiy Uyg'ur tilining ayni davrdagi lug'at tarkibini tadqiq qilishda diqqat qilish bu muhim material manbasi hisoblanadi. Yani mayli uchurlarni so'zlasak, nihoyat uzun bir jarayon. Bu yerda so'zlab tugatib bo'lmaydi. Yana qanday bo'lib Uyg'urlar Uyg'ur Uyg'urlarning xandonligi, yana Idiqut Uyg'ur eli oxirlashgan degan qaysi nom bilan ataldi, qaysi davrda Uyg'ur degan nom qilib qoldi, qaysi davrda Türk degan so'z ishlatildi degan masalani tadqiq qilsak, nihoyat cho'ng bir kitob chiqqan narsa bu. Teqa bu Uyg'urlarda tadqiq qilinmadi. Bir qism maqolalar bor, ammo negizli tadqiq qilinish teqa yetarli emas bu narsalar. Ikkinchi marsh maxsus Timur Sijongga bag'ishlangan bo'lib, marshda Timur Sijongga madhiya o'qiydi.
Bu ikinci marşının asli teksti bu. Belki sus bu ikinci marş sel uzun. Bu ikinci beti. Bunun teksti muşundaq. Kuçadım bir er çıktı, kapırlarının kılını keşti. Düşman bağrı dağlar çekti, namı meşhur Tümür Paşa. Tümür Paşa yüzü yaştır, milyon askerlerge baştır. Kapırlarga bağrı taştır, min yaşasın Tümür Paşa. Şicaatidin çünün qirban, gayretidin titretti can. Yarı bolsun Şahi Merdan, tiği bora Tümür Paşa. Xitay qalmaq adidin bizge, köp qasd qildi bitimizge. Top adam Tümür izlep, nusrat tapqan Tümür Paşa. Her kim qilsa şunda xizmet, uqur İslam ana rahmet. Rahmet bilen tapqay nusrat, min yaşasın Tümür Paşa. Bu toplamga cami 12 parça marş kirgizilgan. Bunun köp kısmı mektep marşı, fakat az kısmı askerler marşı. Mayal işkisi vakil karakterlik. Demiş ki birisi şu 30. yıllarının kahramanları boğan Hoca Niyaz Ağacı bilen Tümür Sıcan bekişlangan. Yani bu Hoca Niyaz Ağacı'ga bekişlangan bir kısım koşaklar vatandaki torbetlere geziyorlar ilan kılgan. Ama mağı Tümür Sıcan bekişlangan tunci yine tepilgan hazırlıkça birden bir marş ya koşak ya şiir deyişki buludu. Onunla Tümür Sıcan hakkında hiç kandak bir marş ilan kılmagan ya tepilmagan. Buna ahir erkin bolsa şunda hazı kök çıktı pur avazı. Sokuş kıldı kışı yazı tınmay alsa Tümür Paşa. Mesela arkadaşlar altı köbület cemi. Tümür Sıcan'ın asli ismi Tümür eli bulup Qumulda qo'zg'algan inqilobning ta'sirida Kuchada qo'zg'on ko'targan inqilobchilarning beshidir. Tümür eli Aqsu'ni olgandan keyin Xo'ja Niyaz Hoji uningga Sıcan unvon bergan. Bu Sıcandan gap tarixiy nom bo'lgani uchun men buni tarjima qilib yurmadim. Chunki tarixiy kitoblarning hammasida mushkil nom bilan atalgan. Amniyati bu Xitoy so'z hammamiz bilamiz. Men shu bo'yicha ishlatdim bu yerda. Shundan keyin Tümür Sıcan deb atalgan. Tümür Sıcan Kucha xalqining qattiq himoyasiga va qizg'in qarshi erishgan bo'lib, u xalq tarafidan Paşa degan nom bilan ulug'langan. Bayon tekst ko'rdinglar. Bütün nimalarda ashqirli qaytarim bilan olgan Paşa degan nom bilan. Xalq shu yillarda Kuchada, yana Paxta bozor qurilgan yangi fanniy maktabni birga Tümür Paşaning nomini berib, Tümür G'ozi maktabi deb atagan bo'lsa, yana birga Xo'ja Niyaz Hojining nomini berib, Kucha Darul Ma'limin maktabi oliya Bipermayish Hoji Xo'ja Niyaz Hoji deb atagan. Yani bu 30. yıllardaki nammeşilmiş kahraman şu devirlerde tarihte şu töp koştu. Hem moşu mezgillerde nurgun mektepler kuruldu. Ama hiç kasiyede ya Tümür Sıcan'ın ya başka kahramanlarının yakınmasa Xo'ja Niyaz Hojining namı bilen atılgan mektep yok. Fakat şu Kuchada kurulgan mekteplerle Tümür Sıcan bilen Xo'ja Niyaz Hojining namı bergan. Men jiq surishtirdim başladım mı? Hem jiq material izledim. Ama vatan hech qanday yerde bundan namda atalgan mektepler yok. Fakat Kuchadalar bu ikki qahramanni maydilash, ularga hurmatni bildirish uchun shu chog'da qurilgan ikki maktabga shu ikki nomni bergan. Ammo bular keyin taqilib ketdi 37-yildan keyin. Cho'nglarni aytib qaraganda Tümür Sıcan Qashqarda turgan mezgillarda xalq orasida cho'ng ta'sir qo'zg'agan shaxs aylangan bo'lib, uning nomi bag'ishlangan naqsh qo'shiqlar ko'plab barliq kelgan ekan. Tümür Sıcan 20. asrning 30. yillardagi Uyg'ur tarixini yaratgan mashhur shaxslardan biri bo'lsa-mu, ammo uning nomi bag'ishlangan she'r qo'shiqlarini davrimizda uchratish nihoyat qiyin, hatto yo'q deylik. Uyg'ur elida nashr qilingan Uyg'ur tarixi qo'shiqlarining eng cho'ng qomusi bo'lgan 4 tomliq Uyg'ur tarix qo'shiqlari qomusi degan kitobga Tümür Sıcan haqida hech qanday qo'shiq kirgizilmagan. Ash kitob Türkiston bo'ldi. 4 tomliq Uyg'ur tarixiy qo'shiqlar degan nomda nihoyat cho'ng kitob nashr qilindi, ammo shuningda men hammani varaqlab chiqdim. Tümür Sıcan haqida hech qanday qo'shiq kiritilmagan. Demak, ma qo'shiqning barlig'i ularga ma'lum emas edi. London universitetida endi mushu doir nihoyat nurg'un kitoblar bor yana. Agar mushada mening mushunda temalarni tayyorlash sababim Turkiyada ijtimoiy fan sohasida bo'libmi turkologiya sohasida o'qiyotgan o'quvchilarga
material va uchur manbasi bilan ta'minlash. Bundan ilgari kelgan vaqtlarimdirmi, o'sha o'qiyotgan bir qism o'quvchilar men bilan aloqalashdi. Men o'zimning qo'ldan kelgan yordamdan qildim. Hozirmi agar o'sha turkologiya, Uyg'ur tarixi, Uyg'ur adabiyoti haqida ya musal o'qiyotgan o'quvchilar bo'lsa, mening qo'limda yana o'sha Lon universitetidagi Gunnar Yaring yig'ib saqlagan materiallar ambardan ko'chirib olgan bir 80 parchalik kitob va har xil hujjatlar bor. Shu Çağatay yezig'ida, arab yezig'ida, boshqa tillarda ekan. Agar ehtiyoj bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar, men sizlarga qo'limdan keladigan yordamlarni qilaman. Tövendikilere paylangan materiallar ayadım ko'rinib turibdi. Oxirida qo'shimcha. Bu qo'shimcha men 2 yil ilgari o'sha kelgan vaqtida Gunnar Yaringning Lon universitetidagi materiallaridan sirt yana u o'zi yig'ib saqlagan 5000 parchaga yaqin kitobini Stockholm universitetiga taqdim qilganligini degan edim. Men bu kitoblarning İstanbul'a yükülüyotganligidan uçurib bergan edim. Hozir mush kitoblarning hammasi İstanbul kip bo'ldi, 5000 parcha kitob. Bu 5000 parcha kitobning 1000 parchadan ortiq kitobi ingliz, turk ham nemis tilidagi Uyg'urlar haqida yozilgan kitoblar. Ondan boshqa bir qismi arab tilidagi Uyg'urlar haqida yozilgan kitoblar, ko'p qismi Uyg'urcha, yana qo'lyozmalar, yana Uyg'ur elidan yig'ilgan qo'lyozmalar. Hozir bu kitoblar İstanbul İstiqlal Caddesi 247. Qoroda yana Shved konsulxonasi bilan bir o'ylida. Men qaysi kuni bordim. Asli shu yerda Stockholm universitetida sharqshunoslik fakultetining Birgitta xonim deydigan bir professor bo'lgan. Ayni chog'da Asad Sulaymanni shu Stockholm universitetida taklif qilgan ma'lum shu endi, shu professor shu dem. Hozir shu professor shu İstanbulda şu bunu Şivitsi Sevinska Föşek'nin instituttayken Türkçesi qarab baksam Sveş Araştırma İnstitut deb bir narsa yozibdi. Balkim shunda sizlar bilsizlar. Shu 247 nomerga barsam bo'ldi. Men u ayoldan nechqat aloqalashdim. Asli shu ayol o'zi kelib o'sha yerga shu yer saqlanayotgan materiallar ham bu institutning ahvollari haqida o'sha ma'lumot bermoqchi. Lekin Del Stockholm'da qolgani uchun u kelamadi. Uning qo'lida yana bir o'quvchi bor, Patrik deydigan. U Uyg'ur tadqiqotlarida shug'ullanyapti, turkchani yaxshi bildi. U mashhur ishlaydi. Uning bilan aloqasam u yakan ekan. Shuning bilan ishkilisi kelib, bu yerga ma'lumot berish haqida imkon bo'lmadi. Balkim keyingi vaqtlarda ashuna fursat bo'lsa, Patrik mushakilib ma'lumot berishni xohlaydiganligini bildirdi. Shunda bir ilmiy yig'inlar bo'lsa, aloqalashsak, u turkchani yaxshi biladi, mushakil ma'lumot bera oladi. Demakchi o'g'lim nima desam, bu yer bilan aloqalashib, Uyg'ur tadqiqoti bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar shu yerdagi materiallarni xohlagancha foydalansangiz bo'ldi. Ham turkologiya sohasida o'qimoqchi bo'lsanglar, bularning o'qish yordam pulim bor. Scholarship degan narsama. Torbetiga kirib qarab boqinglar, mushu ishlan torbeti. Men adresi mana shu mana. Yezib bilib kirib boqsangiz bo'ldi. Ham telefon qilib, vaqt elib, ashad kitoblar bilan ko'rsanglar, ham shular bilan aqlarsam, men qaysi kuni bordim berib so'zlashdim. Ular dedi, keshinlikka telefon bersa, email yazsam, vaqt berib kelsa bo'ldi, ko'rishsa bo'ldi deb. Demak, bu sizlar uchun bir material manbasi ham uchur. Mening sizlarga bermoqchi bo'lgan dokladim vaqt munosabati bilan shunchalik. Ko'pchilik rahmat. Ha, balkim shunday bo'lishi, ammo shu to'g'ri. Mening o'ylaganimda shu vaqtda bular Turkiyaning ta'sirini ashna tilini qabul qilib, shu chog'da bing degan so'zni Uyg'urlar nima deb ishlatdi. Bu bir masaladir. Turkiyaning ta'sirini qabul qilish ilgari. Ama şu Can Marşı'nın 3. sırasında 3. sırasında Bing'de çıktı. Hem arka sırasında Bing'de çıktı. Ha, bunu bir adam yazgan bo'lishini atayın. Men jiq aqtid 12 parcha marş bu. Altidagisi 6 parchasi Jang marshi, oxirgi 6si maktab marshi. Buni bir adam yazgan bo'lishini atayın. Bir qancha adam yazgan, bir adam to'plam qilgan buni.
başlasın o Ming, Bing, andaki Çin, Xitay. Bakıp Çin'e kapsada Türkçe yazandırsak Ruslar Çin'de pişirdim. Bütün Xitayda pişirken abi. O türlerde bu Xitay'da okuyor. Amerika'da nasıl satılıyor? Şu bu mu biraz izniş tiyiş nersemdi bu ma'lum bir tim tadqiqot vaqtida. Yana Müşema yakasına. Ha. Uyusun. Ya, kepiniz to'g'ri. Ya. To'g'ri. Shunga bu bir tadqiq qilishga arziydigan bir temamdi. Bu Turkiyadan bo'lgan shu bir turkum turk ma'rifini qabul qilgan odamlar tarafidan yozildimi yoki yerlik odamlar tarafidan yozildimi? Şu tadqiq qilish jarayonida diqqat sazovor bo'lish tegishli bo'lgan bir nuqta bu. To'g'ri. İngilizce gibi yardımcısı var mesela size okşar gözleşti derdik maddi imkanı ortak proje topluluk imkanı var mı? Qabul bo'ldi. Shu ko'pincha iqtisodga munosabat narsalardi. Iqtisod odam kuchiga. Qolgan narsalarni hal qilib bo'ldigan narsalar. Shu ikkisini hal qilsa. Mening farzimcha inqilobning burun yozilgan o. O men hozirgacha rasmiy umumlashtirib davlat marsh qilgan haqida bir yer hech qanday isbotli material ko'rmadim men. Buni hozir nurg'un tadqiqotchilar faraz bilan shu Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining davlat marshi bo'lgan deb qarayotdi. Ammo rasmiy bir isbot material yo'q hech narsa. Şunun resmi bunda boğan deydigan. Nurg'un maqolalar bor. Ham maqolalarda aşı şerni men ma'lum o'tkazmaganlarni istiqlol marshi hamda Uyg'urlarning tarixidagi bizgacha yetib kelgan tunji marsh desak bo'ldi. Qutulish yo'lida degan marsh. Ha, birdan bir hamda tarixda nurg'un urushlarga daxil bo'lgan Uyg'urlar nurg'un davlatlarni qurgan, ammo hozirgacha hech qaysi davlatning davlat marshi bizga yetib kelmadi. Biz uni xabarsiz. Faqat shu 33-yil qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining davlat marshini qutulish yo'lida deb qarayapman. Buni ham mayli shu davrdan shohidlar bor. Mush akamizni so'rab baqsak, eng yaxshi bo'ladi endi. Rosa shuni rasmiy davlat marshi qilganmi yoki bo'lmasa keyingi tadqiqot jarayonida chiqarilganmi? O zaman neydi?
Hatta kötülerde bile yaş ballar şunu okuydular. Ordumuz altın ordu. Bu şiirler her şair bir kuplet yani bir setir koşup gelip şu en ahırda yazılan 4 kuplet çıkamaz. Kıskınından bir nasıl yazılan. Ordumuz altın ordu. Yurtumuz Türkistan'dır. Uygan ey Uygur, kozguluş zamanıdır. Şunda şiirlerden kaç tanesi vardı? Ben tekrar keley günler yarın Şivit şifahanesi de bir şifahane kurgan. Ben her gün bizim vakka giderken o yoldan geçerdim. Şifahanede bizilgan. Şu çağlarda Anderson diyen Doktor Anderson Şivit sahibiyken ben o kişini öğrendim. Onunla hep dilerken bizim yani bu Şeyhülislam'da ey Şivit kafirleri sen bizge mal kitabını bispe deydiken her zaman hep yazganda sen nihayet yaxşı adam bizge şu hep diyetini nimini, kısaca dini kitaplarını verse derhal pulsuz bispe eder. Ben şularını anlamadım. Ben Bombay'a gelip New York'ın hemşerileri şu Bombay'ı tuttuk. Bir günü Anderson gelip hemşerileri soraktı bir yerin okuyan birisi var mı dedi. Beni köstü koydu. Şu ulamızı okuyan. Beni ekşitip şu Bombay'daki Şivit Sarayı'nın Doktor Nuruluk diyen bir çolak doktor hem var iken o vasfından tanıştırdı beni. Ben sana orducu güçteyim. Sen bana Uygur içinde muşu şiirlenmiş kitapları sen bir bana okup gözden geçirip be dedim, anlaştık. Bana 3 ay orducu üretti. Anderson, Doktor Anderson. Onun sorulan sözü şu oldu. Ben Kaşgar'da tez Uygur çıkartıldı diken Anderson. Ben Kaşgar'da çaldı, ey Frank yapırları deydiğim. Kitapların hemisi izip bir kata Şeyhülislam en çok bir yiğit münasebetiyle beni davet kıldı. Kılıp o Şeyhülislam dedi ki bu Anderson kafir şunlar dedi. Bundan yaxşı adam yok. Bu şundan yaxşı adam ki bizge şu hizmetleri kıldı. Eğer bu ölüp geçse ben nait içini men dozak gitti o. Çünkü bundan yaxşı adam olmaydı. Fakat özü kafir, yaman tarifi. Hep bana şunlar diye. Hep gelip bana şiirlerini açtı. Söyle bana gitti. Divan gitti. Böyle ne mi diyen buldu manası. Hep bana şurada şiirlerini hepsini bir kitap varken hepsi şiirdi. Şunu yerken otelde, Gümrük'ün, Çerçen'den toplanan şiirlerden hepsi saf Uygurca. Onda Arapça, Farsça arlaşmadan Uygurcayken ben bazılarına derhal cevap verdim, bazılarına ben ertiklerinde ben size yanlış cevap vereydim. Özellikle bazı kitapları kaçırıp çıkan, farklılık yapardım, içi kaçırıp çıkan şiir kitaplarım vardı. Şunu okuyup o kelimelerini taptık, onun mazi muzaresini araştırıyor kendine. Mesela ötmüş zaman, mesela bu bolmagay, sılmagay, gay. Bunun manazlarını çizip verdi. Gayet hoş oldu bu adam. Bir hoş oldu. Anderson sen şivitsen, sen biz perenglerdik o perengleri. Şivit. Üye kesem, bir köy. Ben bu yılın ahırı gitme, benim ordumun başka şiirdi. Ben bu kitabı izledim. Hem şiir, ben şu senin vücudun toprağa.
Şunu ben sizlere sormak istedim. Şu şiirler elbette bazı. O kadar cık şiir kitaplarını topladılar. Her misli ben topladım dedi. Şurada Uygurcusu gayet taze. Fakat işte mesela boğan iken, bolup iken, bolmakçı iken, ketmekçi, kedilgan, şunlar geplerin gayet iyilikle bizim oldu. Çok boşan boğan. Ben şunu esnetip ötmekçi, eğer siz kayıt varsınız, şu Doktor Anderson'un şiirler kitabı ben bastırıp çıkamadım. Şu uçakta bana şu Nimir hakkında bana cik malumatlar verdi. O Günah Yarın hakkında. Günah Yarın'ın şu kitapları var dedi. Sen oku bizim ben biz değil. Diğerimiz mi yok burada. Uçaklara benim bir kira işim dedi. Yaş ballayacakken top oynamak için 2 tane dopunu tikip içeri saman tıkıp topla oynaydık yani. Ben onu Allah gibi Şivsiye'de ben hakiki topunu verdi. Gördünüz mü ama? Şu topunu versem bu topunu tekme. Çünkü o şivit kapırları bu içine bu peygamberin kıllısıyla bir izip koyulan sen şimdi tepken bulursa. Oynamaysan bu top dedi. Bu şunda dedi. Şunda bozdu bu. Ben yana durup bunu doğru cevap verdim. Bunu size spor kılıp oynanla demişler yani. Bir hatıra. Şimdi depoydum. Buldu. Rahmet. Bağlansa. Çok çok rahmet.